Assalomu alaykum, xayrli tong dedim, o'z peshim bo'ldi. Yaxshimi ishlatibsizlar, charchamasdan azizlar. Xo'p, yangi magazinimizni ochib olganimiz xabarlar bor. 3 qavatdan iborat paltalar, tkaniviy narsalardan xolisi bo'ladi. Xo'p, bu yerda eski magazinimizdan xolisi hali ham faoliyatini o'zyapti. Shu barakdan xolisi sotilyapti. Bu yerda paltolar, tkaniviy materialli narsalar hammasi shu yerda. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam nima bilasizlar? Endi qaranglar, ochilish marosimini qilmoqchi edik. Lampalarga sharlar, parlar, xullas artistlar tanga bo'ng'ir qilmoqchi edik. Lekin o'sha narsani qilmagan holda, pulni tejagan holda o'sha pulni sizlarga bermoqchiman. Qanaqa qilib deysizlarmi? Do'kondagi hamma yangi tovarlar bormi? Hamma tovarlarga, butun tovarlarga 35% bermoqchiman. Faqatgina sizlar uchun, sizlarning foydalaringiz uchun. Anta ko'chaga rasxod qilgandan ko'ra sizlarga rasxod qilganim yaxshiroq degan maqsadda, xudo xolasa, hammasini bu qavatda ham, ikkinchi qavatda ham, uchinchi qavatda ham hamma tovarlarimizni 35% skidka bilan xudo xolasa oktyabr oxirigacha bo'ladigan bo'lyapti. Sizlarga ma'qul bo'lsa agar like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa, sizlarga ikkinchi qavatda ham, uchinchi qavatda ham borligini ko'rsataman. Keyin sekingina tez kelib olsanglar, xudo xolasa, razmerlar bor paytda maza qilib kiyib yurasizlar keyin. Qani ketdik, xudo xolasa, uchinchi qavatga, ikkinchi qavatga chiqamiz. Xudo xolasa, liftga chiqib bemalol aylanib ko'rib mazza qilib olsanglar bo'ladi. Bu tovarlarimizni Imperiyada faqatgina podvalimizda -1da turardi oldin. Ko'rish imkoniyati yo'q edi unaqa. Xudo xolasa endi imkoniyatlar bor. Aslida ochilish qilib, skidga qo'ymasam bo'lardi. Lekin sizlar bir nimaga bo'lib qolinglar degan maqsadda skidga qo'yman. Xo'p, ikkinchi qavatga chiqsanglar, xoschilik yerda o'choq ekan. Bu yerda qaranglar, balonli kurtkalarimizda har xil turetskisi bormi, hammasidan, paltolarimizdan kaltalar deysizlarmi, alpaka deysizlarmi, xullas, alikantaro deysizlarmi, hamma narsadan bor bu yerda. Konkretni yangi yaxshi tovarlar, razmerlari, pochka hammasi, eski tovar yo'q bu yerda umuman. Hammasi yangi tovarlar. Mamti alikantaro hammasi yangiga ko'rayotgan bo'lsanglar. Xudo xolasa, hammasini faqat sizlar uchun oktyabr oxirigacha 35% skidga qilib beraman. Faqat tez kelib olishingiz kerak bo'ladi. Endi 3-qavatga chiqamiz, sizlarga ko'rsataman hozir. 3-qavatda nima borligini. Biz do'kon turmasin, qo'shimcha qilaylik, paltolarni zo'r sho'tta bo'lsin, hammasi zo'r bo'lsin, yaxshi bo'lsin deb sho'tta qildik. Bu yerda paltolar, alikantaro uzunlari, bu yerda mana yoqali, yoqasiz, xullas har xil tovar bor. Xullas kelsanglar 35% skidka bilan olsanglar, rahmat deyishingiz mumkin, boshqa narsa deyolmaysizlar. Xohlasa, hamda yoqolinglar, zo'r yaxshi tovarlar. Hali bular internetga chiqmadi ko'pi. O'zi yo'l bo'ylab qarab ketsanglar, orzudan tushirishinglarda 10 tarafga qarab ketsanglar, birinchi palto Imperiya keladi, keyin shuba Imperiya keladi. O'zi paltoni yozib qo'yganmiz. Tepadan ham bitta ko'rsataman sizlarga, terrasadan. Xo'p, tepaga ham chiqib oldik. Xo'sh, endi sizlarga tushuntiraman. Qaranglar. Orzudan kevurish. Xulosdan mana Gulzor ko'cha bo'lsa, hamma orzudan kevurish. Kelayotganingizda birinchi bo'lib Imperiyaga, birinchi palto Imperiyaga uchrashasizlar. Undan keyin varantda ko'rasizlar, tomi chiqib turibdi mana. Birinchi palto keladi, keyin shuba keladi. Mana. Mana bizdan ko'rasizlar. Sizdan ham bizdan keladi. Bayroqlar ham ketib qo'yganmi? Bayrog'i bori Imperiya, faqatgina shuba. Ha, bayrog'i yo'g'i faqatgina palto. Bu yoq taraf Farxatskiy tarafdan kevurish. Ha, bu yoq taraf bo'lsa orzudan kevurish. Tushuntir oldim degan umiddaman. Qadrlisi. Sog' bo'lasizlar, kutib qolamiz, omon bo'lasizlar. Yaxshi ko'rishaylik, keyin bo'lasizlar.